Bismillahirrohmanirrohim. Sizlar bilan Miftahul Arabiyya kitobini o'qish va yozish qismi bo'yicha darslarimizni boshlaymiz. Al-Wahdatul Ula, birinchi vahda, birinchi bo'lim degani. Hop, minas sifr ilal qimma. Demak, noldan qimmatgacha, ya'ni qimmat degani qadr qimmat, boylikkacha degani, cho'qqagacha desa ham bo'ladi. Al-qismul avval, birinchi qism. Al-qiroatul mukassafatu. Bu tezkor o'qish degani. Ar-rojihi, shu rojihi degan shaxs haqida bo'ladi matnimiz. Milliarder intalaqa minas sifr. Demak, milliarder rojihi, ya'ni qanday desa, noldan chiqqan milliarder rojihi haqida bo'ladi. Intalaqa degani chiqqan degani. Biz ham noldan ko'tarilgan, noldan chiqqan deymiz, shu chiqqan degan ma'nosi to'g'ri keladi. Intalaqa min bilan birga keladi. Hop, bu yerda mufrodat qismlarini ko'rib chiqamiz. Intaqala degani ko'chmoq degani. Iltahaqo kirmoq, bi bilan kelsa, iki qo'shilmoq degan ma'nosi ham bor. Marasa yumarisu mumarasatun, shug'ullanmoq. Aksaba yuksibu iksamun, kasb qilmoq. Qoma yaqumu qiyamun, bi bilan kelib bajarmoq degani, qilmoq nimadir ishni. Idturra yudtarru idtirarun, majbur bo'lmoq. Iftataha yaftatihu iftitahun, ochilmoq. Saddada yusaddidu tasdidun. Xo'p, demak, saddada bu qoplamoq degani, berkitmoq, yopmoq. Qarzga nisbatan ishlatilishi mumkin. Tatawwara yatatawwaru tatawwurun, rivojlanmoq. Asma'a yusmi'u, yo'q, ansha'a yunshi'u insha'un, barpo etmoq, o'stirmoq degani. Assasa yu'assisu ta'sisun, asos solmoq. Imtalaka yamtaliku imtilakun, egalik qilmoq. Inhasara yanhasiru inhisarun, cheklanmoq nimadadir. Wazza'a yuwazzi'u tawzi'un, taqsimlamoq, bo'lmoq. Naffaza yunaffizu tanfizun, amalga oshirmoq. Xibratun, tajriba. Muntajun, mahsulot. Majalun, soha. Kitobingiz bo'ladigan bo'lsa, buni bu yerda al-jazr degani. Demak, mana shu intaqolani vaznini, ya'ni o'zagini topishingiz kerak bo'ladi. Jazr degani o'zak. Intaqolaniki masalan naqola bo'ladi. Shuna qilib topishingiz kerak. Keyin ma'nosini yozasiz bu yoqqa. Bu ma'nosiga biz ustozlarimiz aytardi, aynan o'zbekcha ma'nosini yozmangda, mana shu intaqola ko'chmoqmi? Yana qanaqa so'zni bilasiz ko'chmoqda? Masalan, rohala ham ko'chmoq. Rohala deb yozib qo'ying. Masalan, saviyasi pastroq bo'lsa ham, hali arabiy so'zga o'rganasiz degan. Ya'ni ma'nosini, sinonimini topib yozib chiqsangiz, bilganingizcha, bilmaganingizda lug'atdan istab topsangiz yozsangiz ham bo'ladi. Bunda anchagina rivojlanishingiz tezroq va kuchliroq bo'ladi. Arabiy holatda o'sgan bo'lasiz. Keyin jumlatun mufidatun, hop, min inshayk, yozgan o'sha inshoingizdan foydali jumlalar, ya'ni barpo et deyapti. Insha degani o'zi barpo etish, o'stirish. Gap tuzib, foydali gapda buni qo'shib ketsangiz, masalan, intaqolaga bitta gap tuzing, iltihaqoga bitta gap tuzing, ma'rozaga bitta gap tuzib, mana shu yerga yozib qo'ysangiz, kitobingizga, kitobini olib, albatta mana shu mashqlarni ishlab borsangiz, shu mavzudagi shu lug'atlar siz o'zingizniki bo'lib qoladi. Hop, biz davom etamiz. Bu yerda mashqi bor. Uktubil mufrad val jam' li kalimati allati tahtaha xat. Tagiga chizilgan so'zlarni ko'pligini va birligini yoz deyapti. Demak, bu yerda alghatil jami'atul imtihanat bisababi zurufil jawiyati sayyi'a. Demak, javiyati sayyi'a degan yomon ob-havo, zuruf, sharoitlari tufayli imtihonlar, universitet imtihonlari alg'o degani kechiktirildi.
ya'ni bu yerda alg'o degani bekor qilindi degan ma'nosi ko'proq ishlarkan. الهدف من المؤسسات الخيرية مساعدة المحتاجين. Xayriya muassasalaridan maqsad, hadaf degani maqsad, ko'zlangan maqsad muhtojlarga yordam berish. Demak, bu yerda shu tayga chizilgan so'zlarni ma'nosini ko'rib chiqasiz va ana shularni birligini yozasiz. Birlik ko'plikda bo'lsa, zurufun ko'plikda, sharoitlar, vaziyatlar degani buni birligi zorfun bo'ladi, shu yerga yozib qo'yasiz. Muassasatun birligi muassasatun bo'ladi. Qolganlarida birligi ko'pligiga qarab turib teskarisini yozish kerak. Xo'p, bu yerda shu tayga chizilgan so'zlarni ziddini yoz deyapti. Ag'laqo yopildi degani ag'laqat ash-sharikatu abwabaha sa'atal xamisa. Shirkat eshiklarini soat 5 da yopdi. Ag'laqoni endi masalan fataha deb aytsa bo'ladi. Fatahatish sharikatu abwabaha sa'atal xamisa. 5 da eshiklarni ochdi. Xullas, mashina teskarisini yozishlik kerak. Bunda ham ancha yaxshi rivojlanadi. Xo'p. Bu yerda savollarga javob berishlik kerak. Hal ta'rifu shaxsan kana faqiran va asbaha ghaniyan man huwa. Avval kambag'al bo'lib, so'ng boyga aylangan kishini bilasanmi? Shunaqa insonni taniysanmi? U kim deyapti. Shunga savollarga javob berishga tayyorlanishingiz kerak. Bu yerda shu fiqralar bor. Demak, 5 ta fiqra beryapti. Fiqra degani abzas degani. Shu 5 ta abzasda har bittasiga mana shu matn tarjima qilgandan keyin yoniga o'sha kitobingizga yozib ketishingiz kerak. Bir abzas yozishlik kerak. Fikr yozishlik kerak ekan. Demak, biz tarjimasini boshlaymiz. Xo'p, demak, ar-rojihi milliarder intalaqa min as-sifr. Noldan chiqqan milliarder rojihi haqida bo'ladi. ولد سليمان الراجحي في عائلة فقيرة وذلك في عام 1929 في منطقة البكيرية في السعودية. Sulaymon Rojihiy kambag'al oilada tavallud topdi va ana shu yil 1929 yilda Saudiyadagi Bukayriya mintaqasida tavallud topdi. Va huval ibnu salisu fil aila, va u oiladagi 3-o'g'il edi. Shu yerda chalg'ituvchi savol tushgan, 3-farzand edi deb. Farzand deganda qiz bola ham bo'lishi mumkin, o'g'il bola ham bo'lishi mumkin-da. Bu yerda aynan o'g'il deyapti. Shunga e'tibor berib tarjima qilishlik kerak. Mana shu brat haqida gap ketyapti, mana shu aka haqida gap ketyapti. بسبب ظروف الحياة القاسية انتقل والده وأخواه عبد الله وصالح إلى العمل في الرياض. قاسية degani metdan tarjima qilyapmiz. Xo'sh, qosiya qiyin degani. Qiyin hayotdagi sharoitlari, vaziyatlari sababli, shu tufayli otasi va ikki akasi Abdulloh va Solih Riyozda ishlashga ketdi, ko'chib o'tishdi. Sababi o'sha qiyin sharoitlari tufayli. Summa adu liya'khudhu baqiyata al-'ailati ila Riyod. So'ngra oiladagi qolganlarni Riyozga olib ketishlik uchun qaytdilar. Roja'ani yuqori saviyadagi sinonimi. Va zalika 'indama kana Sulayman fi as-saminati min umrihi, ay fi 'ami 1937. Va ana shu vaqtda Sulaymon 8 yoshda edi, ya'ni 1937-yilda. لم يلتحق سليمان الراجحي بمدارس أو مؤسسات تعليمية نظامية. Demek Süleyman Racihi
muntazam ta'lim muassasalari yoki maktablarga, madrasalarga qo'shilmagan. Iltahaqo qo'shilmoq, kirmoq degani. Ya'ni o'qishga kirishga ham ishlatiladi bu. واختار الحياة العملية ليتعلم منها مباشرة. U amaliy hayot yo'lini tanladi. Nimaga desa, to'g'ridan to'g'ri undan ta'lim olishlik uchun. فالتجارب العملية كانت بالنسبة له خير معلم. Tajribalar, amaliy tajribalar esa uning uchun unga eng yaxshi muallim bo'lgan. Xo'p. مارس الراجحي أعمالا كثيرا فعمل حمالا وحارسا لبضاعة البائعين في السوق. Demek Sulaymon Rojihiy juda ham ko'p ishlar bilan shug'ullandi. Hammol bo'ldi, ya'ni yuk tashuvchi va qo'riqchi bo'ldi. Nimaga qo'riqchi desa, savdogarlarni, bozordagi savdogarlarni tovarlarini ham tashir edi, ham o'shalarni qo'riqlardi. Bidoat degani qo'riqchi. Va fi vaqtil farog'i, bo'sh vaqtlarida esa kana yajma'u fadalatil ibli allati kanat tuba'u litustakhdama fi tabxi va tadfiyati. Isitishda va pishirishda, pishir kuydirda foydalanish uchun sotiladigan tuyaning chiqindilarini to'plardi bo'sh vaqtida. Bu hobbi emas bu. Tuyaning chiqindini to'plash bu o'zini o'sha qiyin vaziyatdan olib chiqish uchun har qanday ish bo'lsa qildida. Kama amila fil bina'i va g'ayrihi min al-mihan allati aksabahu khibratan bi ahwali suqi va طرق التعامل مع مختلف الناس وطرق التجارة. Shuningdek, u tijorat yo'llari, orqadan kelamiz, tijorat yo'llari, insonlar, turli xil insonlar bilan birga muomala qilish yo'llari, bozor ahvoloti to'g'risidagi, shuni borasida, bi degan vositasida, shuni borasida degani bozor ahvoloti borasidagi tajribani unga tajriba beradigan kasblardan, turli xil kasblardan, ya'ni qurilish va boshqa turli xil kasblarda ishladi. U qanday kasblar desa, endi bu yerda sifat ketyapti. Tijorat yo'llari, insonlar bilan muomala madaniyati qilish yo'llari, muomala qilish yo'llari, ta'amul muomala qilish va bozor ahvolotini, tajribasini bera oladigan kasblarda ishlabdi. Qurilish va shunga o'xshash boshqa kasblarda. بعد ذلك shundan keyin وفي عام 1943 قام بافتتاح دكان صغير في حي المربع وباع فيه الحلويات بالإضافة إلى بعض المنتجات كالشاي والسكر والكبريت وغيرها من المنتجات الأخرى. Shundan keyin 1943-yilda Hayyil Marba, Hayyun mahalla degani, Marba degan to'rtko'cha, biz tilda aytganda. To'rtko'chalar bo'ladi-yu. To'rtta ko'chani, o'sha bir ikkita ko'cha, to'rtta ko'chani bir-biri bilan tutashgan joyi. Shu mahalladagi to'rt ko'chanida kichkinagina do'konni ochishni amalga oshirdi. Qomabi ochdi degani, qildi degani, biftitah degani endi ochdi. Ochishni amalga oshirdi. Ochdi deb beraverasizda, xullas bu saviyaliroq uslubda bo'ladi. Shunchaki fatah emasda qoma biftitah bo'lsa, ochishni amalga oshirdi. Va ba'a, unda shirinliklar sotardi. Qo'shimcha ravishda ba'zi tovarlar, bir necha tovarlar, kashay, choy, shakar, gugurt va boshqa tovarlar kabi. اضطر سليمان إلى بيع دكان في عام 1945 ليسدد تكاليف زواج. Sulaymon do'konni sotishga majbur bo'ldi 1945-yilda uylanish xarajatlarini qoplash uchun.
في عام 1945 انتقل الراجحي إلى مدينة جدة للعمل مع شقيقه الأكبر صالح وليكون مسؤولا عن النشاط التجاري الخاص بالصرافة في جدة ومكة المكرمة. 1945-yili do'konni sotib oldi-yu, o'sha yilda aytyapti. Rojihiy katta akasi, katta tug'ishgan akasi Solih bilan birgalikda ishlash uchun Jidda shahriga ko'chib ketdi. U yerda nima bo'lish uchun desa, ham akasi bilan birga ishlash uchun va u yerda Makka Mukarrama va Jidda shahridagi bank xususiy tijorat faoliyatiga mas'ul, ya'ni bank bilan bog'liq xususiy tijorat faoliyatiga mas'ul bo'lish uchun, mas'ul shaxs bo'lishlik uchun ko'chib ketgan. ويوما بعد يوم وسنة بعد سنة أخرى تطورت أعمال الراجحي في مجالات مختلفة. demak, yawman ba'da yawm sanatan ba'da sana, kundan kunga, yildan yilga degani, kundan kunga, yildan yilga Rojihiyning ishlari turli sohalarda rivojlanib ketdi. فأسس مصرف الراجحي مع إخوته ليكون أول مصرف إسلامي في السعودية. Saudiyadagi birinchi islomiy bank bo'lgan akasi bilan birga Rojihiy bankiga asos soldi. U Saudiyada birinchisi bo'lgan. وأحد أهم المصارف الإسلامية الكبرى في العالم. Dunyodagi katta islomiy banklarning eng ahamiyatlisi. فامتلك العديد من الشركات في مجالات مختلفة. turli sohalardagi shirkatlardan ko'pginasiga ega chiqdi o'sha shirkat, o'sha bank. ولم ينحصر عمله في السعودية فحسب. faqatgina degani buni. Faqatgina Saudiyadagina uni ishlari cheklanmadi. بل انتقل إلى دول عربية وإلى دول جنوب شرق آسيا وعلى رأسها ماليزيا. balki uni ishlari janubiy davlatlar va janubiy sharqiy Osiyo davlatlariga ko'chdi va ularga bosh qilib Malayziyaga ham ko'chdi degani. Ularning boshi Malayziyada edi. كان الراجحي منذ شبابه يحمل زكاة ليوزعها على محتاجين والفقراء. Demek Rojihiy yoshligidan zakotni kambag'al va muhtojlarga taqsimlash uchun ajratardi. Hamala yahmilu o'z ko'tarmoq, pul ko'taradi, ajratardi degani. وتعرف خلال عمله إلى العديد من رجال الأعمال الذين يعملون في الأعمال الخيرية. Xo'sh. Demek Rojihiy ishlashi davomida ko'pgina biznesmenlar bilan tanishdi. Shunday biznesmenlarki desa, u xayriya ishlarida ishlaydigan ko'pgina biznesmen, ishbilarmonlar bilan tanishdi. وفي عام 1983 قام الشيخ سليمان بإنشاء جهة خاصة لتنفيذ الأعمال الخيرية. Demek 1983-yilda Shayx Sulaymon Rojihiy xayriya ishlarini amalga oshirishlik uchun xususiy jihatin xossa degani bu muassasa, xususiy muassasaga asos soldi. Qoma bi bilan asos soldi, yaratdi degani. وكان هدفها تقديم الخدمات الخيرية للمؤسسات الاجتماعية الخيرية. Uni maqsadi
muassasani maqsadi xayriya jamg'armalari, ijtimoiy xayriya muassasalariga xizmat, xayriya xizmatlarini taqdim qilish bo'lgan uni maqsadi, yordam berish. Bitta savollarga javob berasiz va mashqlarni ishlab qo'yasiz. Ayki kitobini o'qib turib keyin bu kitobga o'tgansiz. Katta ehtimol bilan Ayki kitobidagi mashqlar bilan qolgani deyarli bir xil bo'ladi. Darsimiz mana shu joygacha edi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu.